To'g'ri kebabga tang yasashni oldindan bir yo'llagan, maqsadimdan talab qilishlar qaytadan yo'llab berdim. Yaxshi mazmunning ko'proq taqilish uchun bir tal yurakni 9 raqamdan yo'llab qo'ying. Bir tal dasqa 10 kilogram suvni jonglab olgandan keyin 200 gram zanjibol solamiz. Yarim tal bosh piyoz solamiz. Mazmunni tezroq tepishingiz uchun yulduz belgisini bosib saqlab oling. Azroq so'ng piyoz solamiz. Arqadan 50 gram atrofida oqmuch solamiz. Ravers bir aralashtirib o'tamiz. Piyozning achchiqini, dori-darmonlarning ta'mini tanga chiqarib olamiz. Ko'proq miqdorda tuz solamiz. To'q kebab tuz xohlaydi, tuzni ko'proq solib, tuz ta'mini tangishib olamiz. Azroq jejon solamiz. To'q kebabning dorisidan 70 gramdan 80 gramga solamiz. Bir qadim aralashtirib o'tgandan keyin qarma cho'p qolsa, azroq qarma solib o'tsanglar bo'ladi, bo'lmasa solmasanglar bo'ladi. Ezmagan butun kebab uchundan bir 30-40 tal tashlab o'tamiz. Arqadan pokiz yuvib olgan to'qini solib, taxminan 2 soatdan 3 soat qilib qo'ygandan keyin to'q kebab shirini sig'ib milablam, to'liq sasak bo'ladi. Shuningdek, to'q kebab, to'q pochqi, o'dak kebab, bundan boshqa har xil kebab taomlarning tanishilgan xurishlar lozim bo'lsa, men bilan aloqalashsanglar bo'ldi.